Sevimli sağlıkdaşlar, yaxşımısınızlar? Everyday English vocabulary. Günlük İngiliz dili sözlük kamusu. Lesson 15. 15. ders. Gardening tools. 15. ders oyla aram asbapları. Biz 14. derste öy işçi asbaplarını öğrenip çıkandık. Hem de bu oyla aram asbapları, yani bu bağ oylada her xil güller, daraxtlar, meva daraxtlar bo'lishi mumkin. Endi shularni qandaq asboblar bilan o'stiramiz yoki qandaq asboblar normalda bir uyda bo'ladi degan savolga javob berish uchun tuvandagi asboblarni bilishimizga to'g'ri keldi. Birinchisi trowel. Trowel degan qandaq asbob deganda bu biz gurjak deymiz, lekin bu biroz ushluq kelgan, o'zi qisqaroq lekin ushluq kelgan bakrak darhol, ya'ni kovlashga ishlatilgan bir xil ushluq o'zi qisqa gurjakni trowel deymiz. Trowels. Shears degan bu qaycha, lekin bu qaycha odatda normal uydagi qaycha emas. Uydagi qaychani biz scissors deymiz, lekin bu shears qandaq deganda daraxtlarning shoxlarini yoki cho'ng o'sib chiqqan o't cho'plarni qanaqa qiladigan qisqartiradigan, kesadigan cho'ng qaychini shears deymiz. Shears. Spade, uchinchisi spade. Spade deganimiz gurjak. Normal biz gurjak deb ishlatilgan gurjakni biz spade deymiz. Spade. Undan keyingi so'z hoe. Endi hoe degan qanday narsa desak, biz Uyg'ur tilida bir ketman deydigan bir asbob bor. Bu hoe shu ketmanga ozroq yaqin keladi, lekin ketman degan bir xil bu bizning bu Uyg'urlarga xos bir yeziklikda ishlatilgan bir asbob. Ammo hoe ketmanga o'xshamaydi g'ayri, bu tik to'rt bo'lgan holatda keldi. To'miri faqat yerdagi narsalarni bir tarafga surishga ishlatildi. Undaq ketmanga o'xshash, ya'ni chanab, ko'lab oladigan emas, balki to'plarni bir yerga ittiradiganға ishlatilgan asbob. Hoe. Ketmanga o'xshash deganim shakl o'xshaydi, lekin to'miri tik to'rt bo'lgan holatda. Hoe. Now, next one is rake. Rake deganimiz dal hozir men deyotgan ketmanga o'xshaydigan to'miri tik to'rt bo'lgan, lekin arining shaklidagi to'miri bor. Arining shakli deganim undaq normal bir taxt to'mi emas, ara. Buni rake deymiz. Rake. Bu odatda shunda o't yashlini ishtirishga ishlatildi. Rake. Endi arini nima deymiz deganda, arini fork deymiz. Arini fork. Fork degan ham tomoq yeganda ishlatilgan ara, ham yeziklikdagi cho'ng arini fork deymiz. And wheelbarrow. Wheelbarrow deganimiz birchoqli qarva. Bu birchoqli qarva yezikligida ishlatildi. Har xil to'plarni uni buni ustiga qanaqa qilib ilib u yerga haydab opirib to'kib qilganға wheelbarrow, birchoqli qarva. Hose. Hose deganimiz odatda turbaga chitib qo'yib bir uchini, ya'ni bir uchida suv chachmoqchi bo'lsangiz yoki bir ayollarga suv qo'yib bermoqchi bo'lsangiz, hose-ni ishlatasiz. Hose deganimiz suv shilankisi. Sprinkler. Sprinkler deganimiz nima deganda, sprinkler deganimiz suvni purkib chiqarib beradigan, shunda bir suvning bir turbining ustiga unda bekitib qo'yadigan, suvni har tarafga chechib beradigan suv chachqich asbobni sprinkler deymiz. Sprinkler. Lawn mower. Lawn deganimiz chimliq, mower deganimiz chimliqni o'raydigan, chimliqni normal ustidan kesib beradigan bir ashna mashin tokliq bir asbobni lawn mower deymiz. Chimliqni qanaqa qilg'ich, o'rg'ich, o'tig'ich degandek. Sevimli sağlıkdaşlar, 15. dersteki gardening tools, yani o'yla aram asboblari mana bu yerda oxirlashdi. O'yla aram asboblarining talaffuzini yana bir qayta birlikda men bilan billa ko'rib chiqsak, billa mashq qilib chiqsak demoqchi. Trowel, shears, spade,
hoe, rake, fork, wheelbarrow, hose, sprinkler, lawnmower. Kelar qitimliq dars kishilik aman bo'linglar. See you next time. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Goodbye.